Yilning eng namunali mahalla yoshlari yetakchisi tanlovi yigit-qizlar bilan ishlashda yuqori natijalarga erishgan, ularning bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda o'ziga xos maktab yarata olgan faollarni kashf qildi. Hozirgi lavhamiz tanlovning taqdirlash marosimidan tayyorlangan. Bugun davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mahalladan vazirlikkacha yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangicha tizim yaratilganligi o'z natijasini ko'rsatmoqda. 9008 ta mahalladagi yoshlar yetakchilari orasidan eng faol, namunali bo'lgan yoshlar yetakchilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Siz suratda ko'rib turgan mana shu barcha yoshlar yetakchilari bugun g'olib. Nimaga? Chunki ularning faoliyatida katta natijalar qayd etildi. Yilning eng namunali mahalla yoshlar yetakchisi tanlovi. Unda ishtirokchilarning amaliy faoliyati, innovatsion yondashuvlari, yoshlar muammolarini hal etishdagi samaradorligi va tashabbuslari asosiy mezonlar sifatida baholandi. Bu yil ham tanlovda respublikaning barcha hududlaridan saralangan 140 nafar eng faol mahalla yoshlar yetakchilari ishtirok etishdi. Taqdirlash marosimida mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi a'zolari, hamkor vazirlik va idora vakillari, taniqli san'atkorlar, nuroniylar, mahalla yoshlar yetakchilari, talaba yoshlar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Biz mana shu har bitta o'z faoliyatini juda ham samarali tashkil etgan, namunali tashkil etgan yoshlar yetakchilarimizni har yili an'anaviy tarzda taqdirlab kelamiz. Ya'ni yilning eng namunali mahalla yetakchisi tanlovi tashkil etilib kelinadi. Mana bu yilni o'zida ham yil sarhisobiga bo'yicha 208 ta tuman shahardan eng bir saralanib kelgan yetakchilarimiz hududiy bosqichlar, ya'ni viloyat, Toshkent shahar, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichlarida saralanib kelgan 140 nafar yetakchilar respublika bosqichida bellashishdi. 10 ta yo'nalish bo'yicha barcha yetakchilarimiz o'zlarini namoyon etishdi. Tadbirda yil davomida yoshlar yetakchilari tomonidan mahalladagi yoshlarning muammo va takliflari, yangi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan ishlar, kelgusi rejalar, maqsadlar haqida so'z yuritildi. Shundan so'ng tanlov g'oliblariga pul mukofoti va esdalik sovg'alari topshirildi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani Ulug'bog' mahallasi yoshlar yetakchisiman. Bu tanlovga yoshlar daftar tizimida eng samarali ish tashkil etgan yoshlar yetakchisi sifatida hududimda g'olib bo'lib yetib keldim. Mahallamda 4 yildan buyon faoliyat yuritib kelaman. Faoliyatim davomida 1000 ga yaqin yoshlarga yordam ko'rsatganligim va bu yordamlarning samaradorligi yuqori bo'lganligi tufayli mana bugun yilning eng namunali yoshlar yetakchisi bo'lib taqdirlandim. Yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelgusida bu ishimni ko'tarinki ruhda davom ettirib, samaradorlikni yana oshirishga va'da beraman. Men Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Biyosin mahalla yoshlar yetakchisiman. Tanlovda faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Tashqi mehnat migratsiyasidan qaytgan yoshlar bilan samarali ishlagan yetakchi yo'nalishida. Avvalo mana shunday yoshlarga berilayotgan e'tibor uchun, ishonch uchun, bizni qo'llab turganliklari uchun hurmatli prezidentimizga barcha yoshlar nomidan, yoshlar yetakchilari nomidan kattakon rahmat deymiz. Faoliyatim davomida 81 nafar yoshlarni tashqi mehnat migratsiyasidan qaytarib, turli yo'nalishda bandligini ta'minlaganmiz. Davlat sektorida, xususiy sektorda yer ajratish orqali tadbirkorlikka jalb qilganmiz yoshlarimizni. Hozirgi kunda migratsiyadagi yoshlarimiz 8 nafarni tashkil etadi. 2026-yildagi rejalarimiz daromadi past bo'lgan migrant yoshlarimizni vatanga qaytarib, faoliyatlarini boshlashlari uchun yordamlarni ko'rsatamiz. Yangi O'zbekistonda hech bir yosh e'tibordan chetda qolmaydi. Tadbirning yana bir muhim qismi O'zbekiston belgisi ko'krak nishonini topshirish marosimi. Mazkur mukofot bilan milliy ma'naviyat, madaniy meros va umuminsoniy qadriyatlar negizida yuksak vatanparvarlik, xalqparvarlik, fidoyilik tuyg'usini va mehnatsevarlik fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan, vatanimiz obro'si, shon-shuhrati va sharafini yuksaltirishga hamda uning xalqaro nufuzini oshirishga xizmat qilayotgan fidoyilar taqdirlanishdi. O'zbekiston belgisi ko'krak nishoniga tavsiya etilganim albatta meni quvontiradi va juda katta mas'uliyat yuklaydi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Sirdaryo viloyati kengashi raisi lavozimida mana qariyb 3 yil davomida faoliyat olib kelyapman va mana shu Sirdaryo viloyatidagi talaba yoshlarni, harbiy sohadagi yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularning manfaatlarini himoya qilish, ularni o'ylantirayotgan muammolarga yechim topish va muhtaram yurtboshimiz mana shu bugungi kunda yoshlarga berayotgan shart-sharoitlarni ularga yetkazish, targ'ib qilish bo'yicha juda ko'plab loyiha tadbirlarimiz bilan ishtirok qilib kelyapmiz. Bugun kichik bir mehnatimiz e'tiborga tushib, mana shunday O'zbekiston belgisini bizga taqdim etishi albatta biz yoshlarga yana ham kuch, g'ayrat, shijoat bag'ishlaydiki, umuman mana shu yoshlarga berilayotgan sharoitlarni yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilishda
albatta o'zimizni mehnatimizni, bilimimizni, ilmimizni safarbar qilishga va'da beramiz. Ma'lumot uchun, ushbu O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan shu kunga qadar 1200 dan ortiq yoshlarimiz taqdirlanishgan. Bugun ularning soni yana 52 nafarga oshdi. Ushbu ko'krak nishonini ko'ksiga taqayotgan yoshlar albatta katta shijoat bilan yangi tashabbuslarni o'rtaga tashlashi aniq. Buni ularning so'zlaridan ham anglash qiyin emas.